Navbatdagi amaliyotimiz bu transforaminal blokada deyiladi. Bemorimizda L4 L5 sohasida doimiy og'riq bo'lgan, ya'ni karishko'y og'riq, ildizli og'riq bo'lgan. Bemorimizga bugun rengin ostida foraminal blokada qilindi, ya'ni shu joyga dori yuborildi. Bu yallig'lanishga qarshi dorilar hisoblanadi. Mana qarasangiz renginda L4 L5 sohasida chiqadigan karishok bor. O'sha karishokka dori yuborildi va именно igolka rengin ostida bo'lishi kerak. Buni boshqa ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Paypaslab tushib bo'lmaydi bu yerga. Именно renginda, ya'ni trigunlik skoch dokni bo'yin qismidan kirib boriladi bu yerda. Mana bu qismga yuboriladi. Shu joyga yuborilgan vaqtda sekinlik bilan kirib borish kerak. Bu yerdan karishok chiqadi. Karishokka ehtiyot bo'lish kerak. Mana igolka kirib, o'zining testlari bor. O'sha kontrastga yuborib, dori yuboriladi keyin. Bizlar igolkani qay darajada, ya'ni teshikni, foramin teshikni yarmigacha olib borish kerak bo'ladi. Dori ham sovuqni ketadi ham. Shu yerda yallig'lanishni oldini oladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Assalomu alaykum. Bugun o'tkazgan operatsiyamiz bo'yin umurtqasida. Bemorimiz 70 yosh. Tashxisi bo'yin umurtqasi stenozi va disk shurasi. Asorati tetraparez, bemor yura olmaydi, yurash qiyin. Qarasangiz bo'yin umurtqasida miomalatsiya belgilari mavjud. Bu yerda ham boshlangan, bu yerda ham boshlangan. Bemor ikkala oyoqda ham spastikalari kuchli, qo'llarida ham kuchli, yura olmaydi. Stenoz bemorni 4-bo'yin umurtqasi to'liq proyektomiya qilib olindi va kej yordamida shu yer mahkamlandi. Endi keyingi etap reabilitatsiya jarayonlari olib boriladi, ya'ni bemorga neuroliptik, nevrologik defitsitlarni bartaraf qilish uchun nevrologik davolash choralari, reabilitatsiyalari olib boriladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Bemorimiz kecha operatsiya qilgandik, ya'ni karborektomiya qilib umurtqasiga kej qo'yilgandi. Qanday mana bugun ikkinchi kun? Oyoqlarda qanday? Oyoqlarda spastika edi. Ko'taring qani oyoqlarda? Aha, bunisini ham qanday kuchaydimi? Oyoqlarim zo'r. Oyoqlarim zo'r. Da. Kelgan vaqtda oyoqlarim sakrab yotardi? uyushib, uxlab qolgan. Uyushlar qanday kamaydi? Necha foiz kamaydi? Yo'q, uyushlar boshqa. Ketdimi? Belimdan pasi uyushgan edi. Belimdan pasidan yo'qdi qoldi. Qo'llarchi? Qo'llarimni, o'ng qo'limdan og'riq bor edi, og'riq yo'q. Faqat katta uyush. Jonsizlik hali ketmaydi. Bu mielopatiyaning asoratidan biri. Endi sekin-sekin reabilitatsiya qiladi. Xudo xolasa bular ham ochilib ketadi. Yengil bo'lsa bo'ldi, oyoqlar kuchli. Kuchaygan bo'lsa bo'ldi. Zo'r. Rahmat. Salomat bo'ling. Maqsadjonlar rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. YouTube'dan ko'rib kelaman, böyle maqsad. Oldinroq kelish kerak-da buni. Oldinroq kelish kerak. Davona oldinroq kelish kerak. Oldinroq kelishga to'g'ri operatsiyaga qo'rqasizda, qo'rqadi. Axir majbur bo'ldim keldim. Bu menimda ahvol tushgandan keyin bu operatsiya yo'q, YouTube'da ko'rib her günün köreydim mesela, her gün. Karasam shunday boyag'i bolalar aytyapti ki, bir soat uxlab turasiz deyapti, yaxshi ko'taradi. Keyin shu haligi bolalarni ko'rib YouTube'da. Qanday o'z bildingizmi operatsiya bo'lganingizda? Bilmadim. Bilmadingiz-a? Hech bezovta qilmadimi ishdimi? Og'riq bo'lmadimi? Hech narsani bilmadim. Bo'p. Salomat bo'l. Uxlab turdim shu. Bo'pti. Bemorimizni tizza bo'g'imini radiochastotli denervatsiya qilish amaliyoti bajaryapmiz. Bu radiochastotli denervatsiya 5 ta nervdan 3 tasini qilinadi. Hozir biz ikkitasini qilamiz, yana bittasini qilamiz.
bemorda og'riq intensivligini pasaytirish uchun. Bemorda juda ko'p marta davolangan. Necha marta davolangansiz? Du marta. Bir necha marta davolangan, lekin bemorda oyog'ida og'riq kuchli. Yurish qiyin. Kuzatamiz, bu og'riqlar intensivligi birdan yo'q bo'lib qolmaydi. Sekinlik bilan yo'qoladi. Kamida 15-20 kun, bir oygacha cho'zilishi mumkin. Sababi bu yerda 80 gradusgacha temperaturada bizlar denervatsiya qilamiz. Nerv tolalarini, sizlarga kiradigan nerv tolalarini. Bugun o'tkazilgan operatsiyamiz umurtqa pog'onasida siljish kasalligi, ya'ni spondilolistis kasalligi. Qarasangiz, 4-bel umurtqa sanasi siljib ketgan, oldinga qarab siljib, uji yemirilishga borgan. Qarasangiz, 4-bel oldinga qarab siljyapti. Bu rentgenografiyada, ya'ni bemorning test qilinadi. Oldingi egilgan holatda bu tikka turgan holatda. Bemorga hozir transport fiksatorlar qo'yildi, kej qo'yildi. Mana umurtqa to'liq tana balandligi tiklandi. Mana bu bilan bu bir xil bo'ldi pashta. Transport fiksatorlar qo'yildi, kejlar qo'yildi. Suyaklar ham qo'yildi. Bu yerga yana spondiloliz bo'lishi uchun iskustuniy suyak deyiladi. Bu suyak bu umurtqalar orasida harakatchanlik kelajakda bo'lmasligi uchun qotiriladi. Shunday operatsiyalar mana shu umurtqa pog'onasi listis kasalligiga o'tkazilishi kerak vaqtida, ya'ni bu darajalar oshib boradigan bo'lsa, operatsiya jarayoni ham qiyinlashib boraveradi. Ya'ni bemorda diskomfort belgilari ko'payib boradi. O'sha uchun birinchi bosqichlarda bu umurtqa siljishlarini bartaraf qilish kerak. Ya'ni faqat buni operatsiya yo'li bilan mahkamlanadi. Umurtqa shunda bemor to'liq stabil umurtqaga erishadi. Ungacha erisha olmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga sog'lik, salomatlik tilayman. Gambardiev Muzaffar, Qoraqalpog'iston. Beruniyda ishyoz chiqqan, shuncha sekvestr yorib ketgan. Bemorimiz Qoraqalpog'istondan, Beruniydan bemorni L4, L5 sohasidan katta disk churasi chiqib ketgan edi. Bemor umuman o'ng oyog'ida og'riq kuchli, yurishlar qiyin edi. Kechada oldin kuni, bir kun oldin endoskopik bypass bo'yicha olib tashladik. Deja yo'q joyida. Hozir bemorni o'zi bilan ham suhbatlashamiz. Qanday aka? Assalomu alaykum. Aka, xizmatlaringiz a'lo darajada. Mana shanbada kelgandik, shunday oyoqda og'riq, kuz oyidan buyoqqa ana shu og'riqdan azob ko'rib qiynalib keldik. Mana keldik. Shanbada kelib joylashdik. Dushanba kuni operatsiya qilindi. Mana bugun chorshanba kuni, to'g'rimi? Chorshanba kuni mana a'lo darajada. Hech yerda hozir og'riq yo'q. Normal yurish. O'ng oyoqda edi og'riq kuchli. O'ng oyoqda edi og'riq. Uncha darajada kuchli edi. Yurishlar qiyin. Yurishlar qiyin edi. Kechasi bilan uyqu yo'q edi. Rahmat xizmatingizga. Ana shunaqa mening kasalligim bo'yicha qiynalib yurganlaringizga hammaga tavsiya qilaman. Keling, mana sharoit shu darajada, a'lo darajada. Xizmatlarim a'lo darajada. Sizdan oldin Beruniydan u kishi kim edi? Mendiboy. Mingdaboy aka bo'lib ketganlar. Mendiboy bizda ham qishloq. Mendiboy do'stimizdan maslahat olib, shu kishi ham mana shu yerda qildirib ketdim deb. U ham hozir mana Qozog'istonda ish qilib o'tdi. Unga 1 yildan oshib ketdi. Siz ham avaylaysiz, Xudo xolasa tarbiya qilasiz. Xudo xolasa, rahmat aka. Xizmatlaringiz Allohdan qaytsin. Zo'r. Shu bemorimiz ancha qiynalgan, og'riqlar ko'p lechini olgan, ya'ni fizioterapiyalar olgan, dori-kunlar olgan, foyda bermagan. Bu grujani vaqtida olib tashlash kerak. Katta bo'ladigan bo'lsa, kichkinalarni davolanadi.
katta bo'ladigan girishlar doim buni olib tashlash 26 mm deb berdi. bir Da, taraf. juda katta edi sizniki. O'sha uchun sizlarga tavsiyam buni vaqtida oldirib bundan qutulish kerak. Asorat berib qolgandan keyin uni olish juda qiyin. Vaqt o'tmasi kerak ekanda. Shunaqa bemorda o'zini holati ham buziladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimda kim savollar bo'lsa kommentariyaga murojaat qiling. Sizlarga o'zimni tavsiyalarimni berib o'taman. Hammaga sog' salomatlik tilayman. Assalomu alaykum. Bugun o'tkazilgan operatsiyamiz 28 yoshli bemorimiz o'tkazildi. Ya'ni bo'yin umurtqasida disk churasi chiqib ketgan, ya'ni travmatik. Kurash vaqtida qaltis yiqilish natijasida bo'yindan disk churasi chiqib ketgan. Mana qarasangiz, orqa miyani qisib qolgan. Buni hozir bizlar to'liq total disk ektomiya qilib olib tashladik. Agarda buni vaqtida olib tashlamasa, orqa miyada o'zgarishlar kelib chiqadi, ya'ni miyelopatiya asoratlarini olib keladi. Bemorlarga yurish buzilishiga olib keladi. Buni vaqtida olib tashlash kerak. Mana kech qo'yildi. Bu bokovoy koreksiyasida mana kech qo'yib mahkamlandi. Xudo xolasa bemorni 3-4 kundan keyin turgizib yurgizamiz. Qayta MR tekshiruvlar o'tkazamiz. Qayta MR tekshiruvlarida mana bu narsani qayta ko'rib chiqamiz. O'sha uchun hamma yurtdoshlarimizdan yana shuni so'rab qolamizki, kurash vaqtida, ya'ni hozirgi kunda yoz fasli kelgani sababli ariqlarga, daryolarga kalla tashlashda ehtiyot bo'lish, ya'ni basseynlarga kalla tashlash, suzish vaqtida ehtiyot bo'lish kerak. Sababi kalla tashlagan vaqtda bemorlarda ekstensiv holatlar bo'lishi mumkin yoki bo'yin travmalari kelib chiqishi mumkin. Bu og'ir orqa miya jarohatlariga olib kelishi mumkin. O'sha uchun e'tibor beringizlar. Agarda kalla tashlaydigan bo'lsangiz, chuqurligiga, ya'ni aniqrog'i kalla tashlamagan ma'qulroq deb hisoblayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bemorimiz 1 oy oldin operatsiya qilgandik, ya'ni umurtqa pog'onasi silishi bilan 4 ta TPF qo'ygan. 1 oydan keyingi holati. Hozir og'riqlar yo'q-a? Yo'q. Yurishlar yaxshi, uzoq yurishlar. Yaxshi. Qiynalmadingiz operatsiyadan keyin ham ancha. Mushaklar mana kesilmagan, bular 4 ta teshik orqali qo'yiladi. Bemor bemalol qiynalmasdan yuradi. Bunda mushaklar kesilganda endi juda katta kesiladi. Shu yergacha kesib qo'yishga to'g'ri keladi. Bunda 4 ta teshik orqali qo'yib mahkamlanadi, yaralar ham bilinmay ketadi. O'sha mana yaralaringiz ham uncha bilinmay ketgan-a? Ha, juda yaxshi. Yurishga uncha qiynalmadingiz-a? Yo'q, qiynalmadim. Yaxshi. Mushaklar kesilmasligi bu bemorlarda harakat vaqtida, turgan vaqtida, o'tirib turgan vaqtida qiynalmaydi. O'sha uchun bunday operatsiyalarda biportal endoskopiya bilan bajariladi va TPF qo'yishda perkutin, ya'ni teri kichik kesmalar bilan TPFlar qo'yiladi. Bunda bemorga effektivligi juda yuqori. Bu maloinvaziv operatsiya turiga kiradi. Mana shu akamni qilib bergandim 1 oy oldin. Qanday edi? Hozir qanday? Avval qanday edi? Avval juda ko'p joylarga borib, ichini olib foyda topmay. Yurish qanday edi? Uzoq yurishingiz? Eng ko'p 50 metrga yurib qiynalib qoladi. Hozir yurishlar qanday? Zo'r, maqsadga rahmat. Qo'lingizdan ko'rmasin doim. Mana Vestlar ham bor, Qashqadaryo ham polvonlardan akam. Salomat bo'ling, ehtiyot qilasizlar. Hamma zo'rman, doktor. Salomat bo'ling. Ishlaringizga omad, qo'lingizdan ko'rmasin. Rahmat. Bemorimiz Qashqadaryo viloyatidan bemorimizga perkutin, ya'ni kesmasdan 4 ta teshik orqali implantat qo'yib mahkamlandi. Ya'ni umurtqada silish bor edi, stenoz. Bu nechinchi kun? Bugun 8-kun. Bugun 8-kun ketyapti. O'sha 8-kun. Operatsiyaga necha kun bo'ldi operatsiyadan keyin? 15da qilingan edi-da. 5 kun. 5 kun bo'ldi. 5 kun bo'ldi. Mana kesmasdan. Davlat katta bo'lgani uchun katta kesilganda shuncha kesiladi. Shuncha kesishga to'g'ri keladi. Buni 4 ta teshik bilan mana mahkamlab berildi.